Insoniyat tarixida g'ildirakning ishlab chiqarilishi haqiqiy burilish nuqtasi edi. Shu voqeadan boshlab biz transport turlarini ixtiro aylab, ishlarimizni ikki hissa osonlashtirgan edik. Bundan keyin ham bir qancha ixtirolar sodir bo'lgan, ammo ular g'ildirak kabi ta'sir ko'rsata olmagan. Xuddi shunga o'xshab gaming olamida ham ba'zi o'yinlar g'ildirak effektini berib, bizni o'yinlarga nisbatan qarashimizni o'zgartirib yubora oldi. Videoning nomidan bilinib turibdiki, bugungi videomiz aynan shunday ta'sir kuchini amalga oshira olgan Tetris haqida. U qanday qilib o'yin deb atalmish tushunchani butkul o'zgartirgani, yangi devayslarni ommalashtirgani va eng asosiysi qanaqasiga yopiq kommunistik tizimni tushunarsiz qoidalardan chiqib, butun dunyoga tarqala olgani haqida gaplashamiz. Sizlar bilan O'zbek YouTube'dagi eng kelishgan bloger Kunduzi va APG loyihasi fayzimizni bersin. Bugungi videoni har doimgidan sal boshqacharoq tarzda olib bormoqchimiz. Ya'ni bloklarga ajratgan holda bunga ikkita asosiy sabab bor. Birinchisi o'yin o'zi bloklardan tashkil topgan, ikkinchisi esa uni yaratilish tarixi, dunyoga yoyilishi va shu bilan bog'liq istoriyalar, holatlar shu darajada tushunarsiz, chalkash va mujmalki, uni oddiy tomoshabinga va hattoki o'ta aqlli tomoshabinga ham yetkazish juda qiyin, chunki chalkash. Shu sababdan video 3 qismga bo'linadi. Birinchisi uni yaratilish tarixi, keyin pristavkalarga qanaqa ta'sir qilgani, uchinchisi esa bizni hududlarga qanday qilib yetib kelib, qanaqa ta'sir ko'rsatgani. Mana bu matoh haqida. Hozirga aytib o'tadigan hikoyamiz sizga deja-vyudek ta'sir qilishi mumkin. Chunki bu bosh qahramonimiz Aleksey Pajitnov ham qaysidir ma'noda o'zini bo'sh vaqtlarida o'yin yaratib yurishni yoqtirar edi. 17 yoshida kompyuterlarga bo'lgan qiziqishi ich-ichida jo'sh urgan qahramonimiz mana bu nomdagi kompyuter izlanish markaziga ishga kiradi. Ishga kirgan vaqtida u bir qancha boshqa dasturchilar bilan tanishadi, chunki u yerdagi birinchi yillarida Ikkinchi jahon urushi davrida foydalanilgan katta kompyuterlarda ish olib borishga to'g'ri kelgan va bitta kompyuterda kamida 3-4 kishi birgalikda ishlash. Shu davr mobaynida butun izlanish markazida upgrade sodir bo'ladi va ularning o'tmishdagi kompyuterlari olib tashlanib, yangiroq elektronika 60M qurilmalari joylashtiriladi. Ushbu kompyuterlarda hech qanday grafik video kartalar mavjud bo'lmagan va faqatgina belgilar orqali xuddi konsol kabi u bilan ishlanar edi. Pajitnov bu qurilmalarda sun'iy intellekt va ovozni aniqlash dasturlari ustida ish olib borgan. Ha, bu 2020-yillar emas, balki 80-yillar, lekin o'sha paytda insoniyatning sun'iy intellektga bo'lgan qiziqishi hozirgidan ham yaxshiroq bo'lgan deya olamiz. O'sha payt odamlar mana yaqinda sun'iy intellekt rivojlanib ketadi deb o'ylashgan. Oradan mana 40 yil o'tib, endi sekin-sekin shu kunlarga kelyapmiz. Pajitnov ko'pincha ishdan qolib, o'z yaqin hamkasblari bilan birga har xil o'yinlarni birgalikda yaratish haqida brainstorm g'oyalarini ham amalga oshirardi. Aynan shunday kechalarning birida qahramonimiz o'z bolaligida soatlab o'ynagan Pentamino bosh qotirma o'yinini virtual holatga ko'chirishni o'ylab qoladi. Pentamino o'yini bir ko'rinishda bizdagi 15 degan haligi o'yinga o'xshab ketardi. Bolaligimda adashmasam, meni birinchi o'yinchog'im o'sha 15 bo'lgan. Shu kvadratni ichiga sonlarni ketma-ket joylashtirib, haligi bitta bo'sh joy bo'ladi. 16 ta kateli, 15 ta bo'lib, shu joylashtirib chiqishingiz kerak edi. Pentaminoda sonli kvadrat katelani o'rniga har xil shakldagi plastmassa figurachalar bo'lgan. Burchakli, to'g'ri burchakli, uzun, qanaqadir mana bunaqa G harfli. Mana shu o'yin Pentamino. Birinchi ko'chirib o'tkazishni qahramonimiz genniy injeneriya deb nomlaydi. O'yin unchalik yomon bo'lmasa-da, bitta kichkina muammosi mavjud bo'lgan. Hamma shakllarni joylashtirishingiz bilan o'yin tezda yakunlanardi. Pajitnov oxiri 12 ta figuradan 7 tagacha kamaytirib, faqat 4 tagacha kubikli shakllarni qoldiradi. Lekin bu holatda ham o'yin qiziqarli emas edi, chunki barcha tushayotgan shakllar ekranda qolardi. Bu bo'lsa gamer uchun hech qanday dopamin bermas edi. O'sha modniy dopamin yoki inglizchada dopamin. Shundan keyin qahramonimiz o'yinga shakllar agarda bitta liniyaga yig'ilsa, yo'q bo'lib ketadigan xususiyatni qo'shadi. Bu esa
Tetrisni xuddi Reels'lar kabi inson miyasiga dopamin beruvchi holatga olib keladi. Avvaliga har bitta shakl ichida 5 ta kubik bo'lishi kerak edi. Lekin kompyuter quvvati 5 ta kubikni ko'tara olmagani uchun uni 4 ta qilishga majbur bo'lishadi va kutilmaganda bu yaxshi natijaga olib keladi. Pentaminoda 5 ta kubik bo'lgani uchun penta so'zi ishlatilgan, masalan, pentatrik nimaligini ko'pchilik bilsa kerak. Endi 5 tadan 4 taga o'zgargani uchun tetra so'zini ishlatishadi va shu tetra so'ziga o'zini sevimli sport o'yini tennisni qo'shib Tetris deb nom berishadi. Kimi bolaligida o'shanaqa 15 yoki pentamino bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, izohlarda yozib qoldiring. Unaqa bo'lmasa ham like bosib qo'yavering. Biz uni olib chiqib keyin sotamiz. I'm in the thick of it, everybody knows. Qahramonimiz o'yinga shu darajada yopishib qoladiki, hatto ish vaqtida ham mana shu proyektimda debugging, ya'ni xatolarning ustida ishlayapman deb soatlab qolib ketgan. Prosta o'yin o'ynagan ish qilish o'rniga. Agar siz ham ish vaqtida ish qilish o'rniga o'yin o'ynayotgan bo'lsangiz, videoga like bosib, izohlarda yozib qo'ying yoki shunaqa do'stingizga jo'natib qo'ying. Mana masalan, bizning operatorimiz Abu ham hozir ish vaqtida syomka qilish o'rniga o'yin o'ynab o'tiribdi. Umid qilamanki, kadrda hammasi joyida, hech qanaqa xatolik yo'q. Tetris qanchalik mashhur va zo'r bo'lmasin, Pajitnov yozib chiqqan kompyuter unchalik ham mashhur bo'lmagan edi. Shu sababdan ham u hamkasbi Vadim Gerasimovdan IBM kompyuterlar uchun ishlaydigan holatga keltirishini so'raydi. Ko'pchilik hozir sal tushunmay qolgan bo'lishi mumkin, chunki oxirgi yillarda siz qaysi kompyuterda kod yozishingizdan qat'iy nazar boshqa kompyuterlarda uni ochish ehtimoli juda ham yuqori. 80-yillarda bu narsa deyarli ilojsiz bo'lgan. Har bitta kompyuter ishlab chiqaruvchilar o'zini arxitekturasi, o'zini tuzilmasi bilan murakkab qilib ishlab chiqargan va unga yozilgan kodni boshqasiga yo'naltirish, moslashtirish juda ham qiyin edi. Hozir nisbatan oson degan bo'lardim, agar Mac tizimi hammadan ajralib turmaganda. Mac uchun programmalar umuman boshqacha kodlarda, umuman boshqacha arxitekturada yoziladi. Macdagi dastur Windowsga Macga tushmaydi. Mac ishlatgan odam qiynalib ketgan mana shu narsalar bo'yicha. Shaxsan menda shunaqa. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Gerasimov shunchaki ko'chirib o'tkazmasdan, balki qo'shimchalar ham qo'shadi. Endi o'yindagi baland ballarni saqlab qolish mumkin. To'rtburchak qavslar o'rniga endi rangli shakllar Tetrisni yanada o'ziga jalb etuvchi o'yinga aylantirishga yordam bergan. Tetrisning asosiy yutug'i uni qo'llanmasi bo'lmaganida. Ya'ni shuni olasiz, yoqasiz, musiqani o'chirasiz, o'yinga shundoq kirib, startni bosasiz va o'ynab ketaverasiz. Qanaqa o'ynashim kerak? Kim o'rgatadi? Nima qilib nastroyga qilsa bo'ladi? Ekranimga mosliymi? Unaqa qilib, umuman unaqa narsa yo'q. O'tirib, o'ynayverasiz. Bolaligim esimga tushib ketdi. Hozir mana bittaga operator bilan ssenarist bundoq qarab, "Voy, bunaqa narsalar bor ekan" dedi. Biz shu bilan katta bo'lganmiz. Ukajonlarim. Gerasimovning qo'shimchasi bo'lsa, oilada ko'p farzandi borligi uchun yanada azartni oshira oldi. Endi bitta muammo bor. Tetrisni qanaqa qilib ommaga taqdim etamiz? Bu SSR yetmaganiga davlat tashkilotini ichida o'ylab topilgan o'yin. Ya'ni kommunizm, bu yoqda kapitalizm yo'q, bozor iqtisodiyoti, mualliflik huquqlari, umuman bunaqa narsalar yo'q. Pajitnov o'yindan umuman moddiy mablag'ni kutmagan. Shu sababdan ham u va uning yaqinlari har xil kopiyaladagi disklarni ko'ngillilik uchun berishni boshlashadi. SSRning har xil burchaklaridan Tetrisga bo'lgan qiziqish ortib boradi va hatto bu qiziqish ortidan davlat tibbiy markazigacha yetib borgan. Aytib o'tganimizdek, o'yin juda ham qiziqarli, o'ziga tortuvchi va kompyuter oldiga mixlab qo'yadigan darajada jozibakor edi va hattoki Aleksey Pajitnovning xo'jayini ham bo'sh vaqtida tindirmasdan Tetris o'ynagan va aynan mana shu narsa o'yinimizni SSR pardasini yirtib o'tib g'arb tomon harakatlanishiga katta hissa qo'shadi. Alekseyning boshlig'i Tetris kopiyasini olib Vengriyadagi universitetlardan biriga yuborgan. Bu ishni amalga oshirgan inson Anatoliy Daratnitsin edi. Bu hodisadan keyin vengriyalik entuziastlar Apple 2 va Commodore 64 kompyuterlariga ham ko'chirib o'tkazishadi. O'sha vaqtda SCKI Budapest kompyuter ilmlari universitetiga o'yinlarni litsenziyalash bo'yicha ish bilan 80-yillarda yaxshigina nom qozongan Robert Stein o'zining Andromeda Software tashkiloti bilan kelib turgan va u burchakda bir bolani Tetris o'ynab o'tirganini ko'rib, o'zi ham o'ynab ko'radi. Qarangki, Stein ham o'yinga mixlanib qoladi va universitet rektoridan uni
litsenziyalashni so'raydi. Rektor bo'lsa, "Okaginam, bu bizniki emas, SSRniki. Bizda hech qanaqa huquqlar yo'q. Siz Moskvaga borib hal qilishingiz kerak" degan javobni bergan. Robert akamizda Moskvaga borish uchun yurak topilmaydi va kompyuter uchun litsenziyani faks orqali olib, Yevropaga Mirrorsoft, Amerika bozoriga Spectrum Holobyte'ga beradi va hech narsaga aniqlik kiritmasdan, hech narsani tushunmasdan, kim nimaga mas'ul, qanaqa litsenziya, bu litsenziya nimani anglatadi, va hech nimani tushunmasdan, menda bu o'yinlarga hamma huquq bor, bo'ldi, bu o'yin endi meniki deb xursand bo'lib yuradi va kelajakda bu yaxshigina chalkashliklarga olib keladi. Shunday qilib Steindan hamma huquqni olgan kompaniyalar endi nimadir qilib sotish kerak edi. Ha, to'g'ri, o'yin rostdan ham qiziq. Geymerni ekran qarshisiga mixlab qo'yadi, ammo uni shundoq taqdim etishsa, sotish qiyin bo'lib ketishi mumkin. Shu sababdan Spectrum Holobyte'dagilar Amerikaga birinchi bo'lib kirib kelayotgan rus video o'yinini boshqatdan kodlab, rus estetikasini qo'shib, SSRdan chiqqan birinchi o'yin deya Amerika Qo'shma Shtatlarida sotishni boshlaydi. Bu esa qarabsizki foyda bergan, chunki kapitalistik ochiq davlat uchun yopiq kommunistik yurtdan kelgan buyum albatta qiziqarli tuyulmasdan qolmas edi. Eng qiziq tomoni Tetrisning shartnomasi hali hamon to'liq tuzilmagan edi. Endi buni sababini menimcha hamma bilsa kerak, chunki SSR Sovet davlati u yoqda bunaqa tajriba hali ko'p bo'lmagan. Vengriyalik litsenziyachi akamizga Elorg tashkiloti tomonidan xat keladi, faks, va u faksda yozilgan edi. Qanaqa qilib hali shartnomasi to'liq tuzilmagan o'yin g'arb bozorlarida bemalol aylanib yuribdi. U bemalol sotilyapti, odamlar sotib olib o'ynayapti. Kim foyda qilyapti undan? Nimaga bizga pul tushmayapti? Nimaga hali to'liq tuzib chiqilmagan, to'liq hali bitmagan narsa qanaqa qilib Yevropada sotilyapti? Shuni bir tushuntirib qo'yingchi aka deb uni Moskvaga chaqirishadi. Eng qiziq tomoni bu voqeada Elorg o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgandek ko'rinishi mumkin, lekin Elorg bu elektron org texnika, adashmasam shunaqa, va Sovet davlati perestroyka deydi, ya'ni yangi davrga moslashayotgan, sekin-sekin pardalarni ochayotgan payti mana shu Sovetda ishlab chiqarilayotgan elektron texnikalar, dasturiy ta'minotlarni import va eksport qilish bilan shug'ullanadigan tashkilot edi va aynan haqiqatdan ham Elorg uni sotishi yoki sotib olishi mumkin edi o'zi aslida. Robert Stein qaysidir ma'noda do'zaxga kirib borib, ularga Elorg borligini bilmasligini aytadi. Chunki Stein Daranitsin universitetidan huquqlarni so'ragan edi. Elorg bo'lsa bu ishda aralashmagan. Shuncha mashmashalarga qaramasdan ular bir amallab kelishuvga erishgan va unda har xil turdagi uy kompyuterlar uchun degan band bilan shartnomaga imzo chekishadi. Aynan shu holatda Stein amaki haqiqiy kallani qo'yadi. Chunki har xil kompyuterlar deb Elorg faqat IBM emas, boshqa brendlarni ham nazarda tutadi, ammo shoshqaloq qahramonimiz uni arkadadagi kompyuterlar uchun ham ekan deb arkaddagi mashinalar uchun ham Mirrorsoftga ruxsat berib yuboradi. Tetris o'sha vaqtlarda faqat Yevropa va Amerikada, ya'ni g'arbda mashhurlikka erishgan, dunyoning boshqa qismlarida unchalik ham tanilmagan. Chunki bu kompyuter o'yini edi, aynan o'sha Yevropa, Amerikalarda. Butun dunyoga keyinchalik Tetris aynan pristavkadagi qo'l qurilmalarida o'ynaydigan o'yin sifatida tanilgan edi keyinchalik. Ungacha esa Yevropa, Amerikada asosan kompyuter arkada o'yinlari sifatida tanilgan. O'sha vaqtlari portativ qurilmalarni faqatgina ikkita kompaniya ishlab chiqarayotgan edi va ular bir-biriga juda ham qattiq dushman bo'lgan. Gap Nintendo va Atari haqida ketmoqda. Endi biz yanada mujmal voqealar rivojiga yetib kelyapmiz. Bu qismga o'tishimizdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Agar siz Apple'ning Tetris degan filmini ko'rgan bo'lsangiz, unda yaxshiroq tushuntirishgan syujet bilan, aktyorlar bilan ko'rsatib berib, muzikalar bilan, chunki bu rostdan chalkash voqealar, rostdan tushunarsiz. O'tirib, ko'rib, men ko'rib ham, ssenariyni o'qib ham hech nima qilib tushuna olmadim. Taxminan oldindan sizga disclaimer qilib aytamanki, hammasi yaxshilik bilan tugagan. Orada yaxshigina chalkash ishlar bo'lgan. Filmni ko'rishni maslahat beraman, chunki aynan mana shu filmda endi Gollivud bilasizlar-ku, vohima qiladi-ku. Mana shu Tetris o'yini kommunizmni parchalab yuborgan, sindirib yuborgan degan mesajni haligi podtekst berib ketishgan so'zlarning orasida. Endi to'g'ridan-to'g'ri aytilmagan bu narsa, lekin filmni ko'rsangiz, Sovet davlati Tetrisni deb tarqab ketganmidi deb o'ylaysiz. Vohima oshirib yorishgan-ku, lekin
tushuntirishgan. Kommunizm bilan kapitalizm katta o'yinni oldida bitta to'qnash kelsa, qanaqa holat bo'lishini epik qilib ko'rsatishgan va biz filmchalik tushuntira olmasligimiz mumkin. Shuning uchun albatta u filmni ham tomosha qilib qo'ying. Video boshida aytganimizdek, Tetrisning huquqlari Mirrorsoft va Spectrum Holobyte kompaniyalarida mavjud edi. Aynan shu holatda Las Vegasda o'zining Nintendo uchun yaratgan Go o'yinini ommaga taqdim etishga urinayotgan va qaysidir ma'noda Yaponiya gaming olami elchisi bo'lgan Hank Rogers Sovet tuzumidan kelgan ajabtovur yangilikni o'ynab ko'radi. Unga o'yin shu darajada yoqib qoladiki, hatto uni Nintendoga barcha device'lar uchun sotish huquqini olishga va'da bergan. Shu ishni qilish uchun u o'z uyini ham o'rtaga tikib yuboradi. Rogers Andromeda va Mirrorsoftdan $1 million so'raydi va shu orada Mirrorsoft arcade qurilmalar uchun mavjud bo'lgan litsenziyani Atari'ga sotib yuboradi. Shu tariqa Hankning Bulletproof kompaniyasida faqat kompyuter va konsollar uchun huquqlar qolgan edi. Butun uyini mana shu ish uchun tikib qo'ygan insonning hayoti qil ustida turibdi. Nima qilishini bilmay turgan payti Nintendo'dagilar unga yangi qurilma Game Boy'ni ko'rsatishadi. Ha, bu Game Boy emas, Game Boy'ga o'xshab ketadigan qurilma, lekin tasavvur qilaylik, bu Game Boy. Tushunishingiz uchun Bulletproof Software kompaniyasini Nintendo bilan aloqalari juda ham yaxshi edi. Shuning uchun unga birinchilardan bo'lib mana shu qurilmani ko'rsatishgan va Hank bu qurilmani olib birinchi aytgan so'zlari mana bunaqa edi. Agarda siz yosh bolalarga Game Boy'ni sotmoqchi bo'lsangiz, Marioni asosiy o'yin sifatida joylashtiring. Agarda hammaga sotish siz uchun muhim bo'lsa, Tetrisni tanlang. O'sha vaqtda Nintendo hali aniq bir qaysi o'yindan foydalanishni bilmay yurgan va arkada hamda konsollar uchun yo'qotilgan huquqlardan keyin bu ayni muddao edi. Endi hammasi juda qiziqarli va tushunarsiz holatga tushishni boshlaydi, chunki faqatgina Nintendodan tashqari Atari ham qo'l pristavkalarni chiqarayotgan bo'lgan. Ular bilan esa Mirrorsoft kompaniyasi yaqin edi. Kompaniyaning rahbari bo'lmish Robert Maxwellning Gorbachov bilan aloqalari mavjud bo'lgan, chunki Maxwelllar oilasi Angliya parlamentida ham xizmat qilishgan. Robert Stein Andromeda va Mirrorsoft uchun Moskvaga o'yin litsenziyalarini qo'lga kiritishga borayotgan bir vaqtda Mirrorsoft xo'jayinining o'g'li bo'lmish Kevin Maxwell ham Moskvaga portativ pristavkalar uchun litsenziyalarni qo'lga kiritish uchun boradi. Bu yoqda Hank Rogers hamma narsasini tikib qo'yib jim qarab turarmidi? Albatta, u ham Moskvaga yo'l oladi. Shundan keyin Hank Elorg arkada hamda konsollar uchun litsenziyani bermaganligini va ruslar bir tiyin ham Tetrisdan foyda ko'rmaganligi haqida xabar topadi. Hank bu nohaqliklarga chek qo'yishga harakat qilayotgan vaqtida Elorg boshlig'i bo'lmish Nikolay Belikov Andromeda va Mirrorsoft uchun berilgan litsenziyalarga o'zgartirish kiritadi va kompyuter deb faqat stolda klaviaturasi, ekrani, mishkasi bor qurilmani belgilaydi. Hank Rogers esa hammaga foyda keltiruvchi taklifni beradi. Boshlanishiga $50 ming va har bir sotilgan video o'yin qurilmasidan $0.5 royaltilarni Elorg oldiga taxlab beradi. Bu esa hali ham bir tiyin to'lamasdan aldab kelayotgan ikki boshqa kompaniyalarni ignor qilgan holda tanlashga qulay taklif bo'lgan. Mana shu voqealar sabab Atari o'zining konsollar uchun chiqargan Tetris o'yinlarini birin-ketin sotuvini to'xtatdi va ijaraga olib o'ynayotgan odamlarda ham o'sha variantlari qolib ketgan, chunki sotilmayotgan o'yinga pul to'lash bir muncha mantiqqa to'g'ri kelmasdi. Oxir-oqibat Tetrisning Game Boy pristavkalariga qo'yilishi haqiqiy burilish yasab, ushbu modeldagi qurilmalarning 10 millionlab sotilishiga sababchi bo'ladi. Bu vaqt mobaynida esa SSR parchalanib ketgan, Elorg esa yopiq kompaniyaga aylanadi. Shu voqealardan so'ng Hank Rogers va Alexey Pajitnov Tetris kompaniyasiga asos solishgan. Aynan mana shu ishdan keyin Alexey akamiz o'z qilgan mehnatlari uchun pul oladilar. Ungacha esa Tetris ortidan bir so'm ham pul berilmagan edi. Hozirgi kunda Game Boy'larning narxi qancha deb o'ylaysiz? Izohlarda taxmin qilib ko'ring, balki to'g'ri javobni bilarsiz. Bu Game Boy emas lekin. Mana endi salgina tushunarsiz, balki kelib chiqishi umuman noma'lum bo'lgan holatga yetib kelamiz. Ya'ni mana bu narsa qatdan paydo bo'lgan? Brick Game 9999 tasi bittada degan qurilma Game Boy'dan oldin chiqqanmi, keyin chiqqanmi, litsenziyasi bormi, yo'qmi, kim o'ylab topgan buni? Qanaqa haligi ishlab chiqaruvchi, taqdim etuvchilar bo'lgan? Bilmayman. Bu haqida internetda tiklab deyarli hech qanaqa aniq ma'lumot topa olmaysiz. Google dan so'rasangiz, Rossiya bilan Xitoy birgalikda ishlab chiqargan deydi. ChatGPT dan so'rasangiz, bu Xitoy mahsuloti deydi.
Va buni shunchaki olib, mana shunaqa Brick Game deb nomlab, hech qanaqa nomeri ham, litsenziyasi ham, menimcha korobkasi ham bo'lmasdi buni. Lekin bizni MDH, ya'ni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi sobiq ittifoq davlatlarida aynan mana shu qurilma mashhur bo'lgan. Hech kim Game Boy olib o'ynamagan. Bu Game Boy emas lekin. Agar bizning hududlarda kimdir Game Boy olib o'ynasa, u rostdan boy oiladan chiqqan hisoblanardi, lekin bu Game Boy emas. Ammo tasodifiy qarangki, Portugaliyada ham 1980-90-yillar orasida Brickmania deb nomlangan shunga o'xshash portativ qurilmalar ishlab chiqarilgan ekan. Balki o'shandan keyin boshlangandir, lekin u haqida ham aniq ma'lumotlar yo'q. Jogam, sem parar. Lekin bitta narsa haqida aniq ma'lumot bor. Bu Game Boy emas. Eng qiziqarli tomoni, Tetris o'yinida faqat 4 ta kubikka ega shaklda qo'yilgan bo'lsa, bu qurilmada 5 ta kubikka ega har xil shaklda ham tushib kelaverardi. Ovozi ham bir xil modellarda yaxshi, ba'zilarda esa umuman yomon holatda chiqqan. Umumiy uning ichki xarakteristikasi bo'lsa, 4 KB RAM, 4 bitlik protsessor bilan jihozlanib, qo'l tegdi holatda to'xtatmasdan ishlab chiqarishgan. Brick Game'lar har xil rangli va har xil sonli bo'lib chiqqan. Misol uchun qo'limizda turgani sariq rangli Brick Game i4-9, asosan i harfi, ya'ni o'zimiz o'zbekcha e harfi bilan bo'lgan va i51, i78, 165, 96 xohlagan raqamingizni qo'yib, xohlagan rangingizda chiqarsangiz bo'lardi, chunki ular hech qanaqasiga bir-biridan farq qilmasdi, prosta rangi va soni boshqacha yoki farqi bo'larmidi. Shaxsan men sanda i65 mi demaganman hech kimga. Lekin bitta o'rtog'im Game Boy podargini olib kelgan va aytganman, bu Game Boy emas deb. Game Boy emas bu. Uni ustiga Brick Game konsollarining tepasiga super yoki star deb yozishgan va uni farqi nimada? Balki protsessori kuchliroq bo'lgandir. Balki OLED emas, AMOLED ekrandir. Balki LCD, VA'dir. Yo'q, prosta bitta star bo'lgan, bitta super bo'lgan. Bolachalar adasiga adamanga super nom bering. Star nima deganini bilmayman, lekin super bo'lsa kerak deyish uchun shunchaki marketing bo'ldi. Lekin hammamiz bolaligimizda mana shu Tetris qurilmasi deb o'ylaganmiz. Tetris deyiladi, hozir ham Tetris deyiladi va shaxsan meni tasavvurimda mana shu ichidagi 9999 ta o'yin hammasi Tetris deb o'ylardim. Ya'ni qurilmani o'zi ichida Tetris ichida 9000 ta o'yin bo'ladi deb o'ylardim. Kim bilsam Tetris o'zi o'yin ekan, bu qurilma bilmadim bu nima. Lekin bu Game Boy emas. Shunchaki video kartasi yo'q, kompyuterda qavslar orqali tasvirni namoyish etadigan o'yin qisqa vaqt ichida shunchalik katta muvaffaqiyatga erishib, shunaqa zo'r bo'lib ketib, butun dunyo darajasida mashhur va insoniyat tarixida eng ko'p sotilgan o'yinlardan biriga aylandi. Siz bo'lsa, kompyuterimda atigi 4 GB operativ xotira deb o'tirmang. O'sha kompyuterda ham odamlarga qiziqarli bo'ladigan, foydali yoki yaxshi dunyo miqyosida mashhurlikka erishadigan nimadir ishlab chiqara olasiz. Gap qo'lingizda nima borligida emas, gap undan qanaqa foydalanishingizda. Sizlar bilan o'zbek YouTube'idagi eng kelishgan bloger Kunduzi va APK loyihasi edi. Har doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling va bir narsani esdan chiqarmang. Bu Game Boy emas.